mana o'chirib yoqadi. Mana gradus ko'tarib tushiradi. Tushirsangiz sovuvoradi, ko'tarsangiz isivoradi. Mana qizil hid pechka degani issiqqa. Ko'l sovuq degani yozga. Bo'ldi. Yozga qo'ysangiz tushiraverasiz-da. Issiqqa qo'ysangiz ko'taraverasiz. Mana 32 issiqga mana hidga turibdi issiqqa. 32 issiqlik qilsa tushiraverasiz hozir. 28 qo'yasiz. Keyin shamol tezligi mana bu. Past shamol, baland. Mana shu balandga qo'ysangiz tezroq sovutadi. Mana bunisini bitta bossangiz mana og'zi tepa pastga o'ynab shamol beradi. Bitta bossangiz joyiga kelib to'xtaydi. O'sha pastroq qaratib qo'ysangiz tezroq isitadi, havoni tezroq aylantiradi. Bunisi chapga, o'ngga o'ynab shamol beradi. O'zi kerak joyga kelgan payt bitta bossangiz to'xtaydi shamol. Keyin aka mana ichiga qo'shimcha tinti bor buni. Mana shuni bitta bossangiz tinti tik qo'shadi, chiqib qo'shadi. Keyin mana displeyi kansani bitiga yozuv bor-da, kechqurun yarki bo'lib turadi-da. Kimgadir yoqmaydi, bitta bossangiz o'chadi o'shasi. Bitta bossangiz yana yonadi. Mana xilit ichi ionizatori bor. O'sha shuni qo'shsangiz, u ionizatsiya qiladi-da, havoni mikroblardan tozalaydi. Greypfrutlar yaxshiladi. Shuni bossangiz, ifr xona haroratini ko'rsatadi. Hozir 16 ekan. Keyin mana sport svingi ikkita og'zi bor-da, mana bitta mayda og'zi bor. Mana tipa pastga qilayotgan. Keyin katta og'zi bor. O'sha katta og'zini ham zo'r bunaqa qilib pastga qaratib qo'ysangiz zo'r issiq beradi. Bitta bossangiz o'ynaydi, katta og'zi bor. Bo'ldi aka. Sit